Torpedkani ko'ring. Tepasi xrustal, alohida displey, mana bu detallari alkantaradan ishlab, bir-birini ichiga mana bunaqa kiradigan qilib qilingan. O'rindiqlarni ko'ring. O'rta konsolni ko'ring, xrustaldan ishlangan, tasavvur qilyapsizmi? Mana bu podgolovnikni o'zini qarang. Nimaga bunaqa ishlangan men bilmayman. Avtomobilni endi hozir tashqari tarafini ko'rsatishdan oldin orqa o'rindiqlariga alohida ahamiyat, obshivkalariga, mana bu petlasiga alohida ahamiyat beringlar. Haqiqiy kelajak avtomobili. Avtomobil to'liq panoramada, tomini men tepadan bunday ko'rsatib. Ahamiyat bering, mana bu ochilib, tom yopilar ekan, parda bo'lar ekan. Nechtorkalar. Zontikni ko'ring. Mana bu chiroqni qaranglar, ahamiyat beringlar, kattaligiga. Lobovoy kattaligi. Kapotni teng yarmidan chiqib, tomgacha borgan, mana bu yerda alohida bagaj berilgan. Mana bu detallar ham ajoyib. Bu yoqda mana bu tarafida kamera bor ekan. Mana buni ko'ring. Bu ko'rindimi?